kommentariyada xabarlarda o'qib qolaman. Choyga shuncha ochiritmi, shuncha navbat qaydan, boshqa ish yo'qmi odamlarning deb yozishadi. Men negativ kommentariyalarga tayyorgarlik ko'rib javob beradigan ishim yo'q. Ularga unchalik e'tibor bermayman, lekin qilayotgan ishimdan bir narsani aytib o'tmoqchimanki, bir paytlari spirtli ichimliklarga pivoga ham o'chirib turganda eshitganmiz. Hozir har holda tabiiy ichimlikka o'chirib turishibdi. Meni misolimda o'zi ko'pchilik ayon bo'ldi. Xalqimizda tabiiy ichimliklarga bo'lgan, masalan, choyga bo'lgan, issiq choyga bo'lgan talab shunchalik ekan. Biz azaldan o'zi choylar, masalan, qadriyatimizda bo'lgan. Hozir ko'chada qancha o'sha sog'liqqa zarar beradigan, yurak urishini ritmidan chiqarib yuboradigan zararli ichimliklar, energetik ichimliklar ham o'shancha. Mana bozor katta, bemalol hamma viloyatdan taklif qilib menga yozib turishibdi. O'zini sohasida ustasi bo'lganlar, masalan, choy bilan shug'ullangan odamlar bir yangi bosqichga, ya'ni damlab berish shoxobchalarini ochib, bozor katta, bitta meni o'zim kuchim yetmaydi. Kuchim yetgancha, menga ham katta bosh og'riq kerak emas, aqlim yetgancha davomiy ishxonam bo'lsa bo'ldi. Kuchim yetganicha filial qilaman, boshqa qilaman. Lekin men xursand bo'lganim, inson xalqqa bergan mahsulotidan qalbi xotirjam bo'lish kerak. Tabiiy ichimlik bergandan xursandman. Doim zarari kattasidan ko'ra kichikroq turadi. Balkim bu ham qaysidir ma'noda me'yordan oshiqcha bo'lsa zarardir, lekin boshqa spirtli va energetik ichimliklardan ko'ra bu ancha tabiiy. Meni ko'nglim xotirjam, xalqqa bergan mahsulotimdan, men qilayotgan daromadimdan ancha ko'nglim xotirjam. Nimaga? Kimlardir zaharlab ham yotibdi xalqni. Oldab, yolg'on mahsulotlarni sotib, umriga zomin bo'lib, masalan, giyohvand moddalarni deymizmi, zamonaviylari chiqib yotibdi. Qumor bilan zaharlab yotibdi-da. Ozgina asli unaqa insonlar kam, ijobiy tanqidni bir odam bilish kerak deb o'ylayman. Do'stini, yurtdoshini ishini bir mashadan doim men kamchilik so'rayman. Nimaga? O'shaning ustida ishlayman. Hamma biznes ham bitta muammoni yechimi. Mana bozor katta, xalqimizga murojaat. Bemalol shu xalqimizga yoqadigan tabiiy ichimliklar bilan shug'ullanib, shu chet elli bizga qilgan energetik ichimligi bo'ladimi, gazli ichimligi bo'ladimi, shulardan foydaligini beraylik o'rniga. Kecha men bir kishiga aytdim, shu kelayotgan energetik ichimlikni asli kopeykaga tayyor bo'ladi. U alyumin banishni idishi mahsulotdan qimmat. O'shaning uchun tabiiysiga shunchalik talab katta ekan, mana hamma gazini bossin, ishiga omad, xalqimizga tabiiy ichimliklarni chiqarishda to'xtamaymiz.